Assalomu alaykum. Men Ro'zimra va Dilorom Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanidanman. Men 2023-yilning avgust oyida Beverlon mahsulotlari bilan tanishdim va bu vaqtga qadar men sog'lig'imda bir qancha muammolarim bor edi. Belimda grija, osteoxondroz, 12 barmoqli ichaklarda yallig'lanish, oshqozonim og'rirdi, o't dimlanishim bor edi. Men bu mahsulotlarni taniganimdan keyin birdan ichishga qaror qildim va 10 kun, 15 kun ichida menda o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Men hozirgi kunda ham bu mahsulotlarni sevib iste'mol qilaman. Yaqinda nabiram sariq gepatitisi bo'ldi. Men mahsulotlardan olib ichirdim. Bu mahsulotlardan yaxshi natija oldim. Men bir o'zim emas, oilam bilan Beverlon mahsulotlarini sevib iste'mol qilaman. Choylaridan, veloplaridan ichaman. Men bu mahsulotlarni o'zim emas, o'zgalarga ham sog'lig'ini yaxshilash uchun tavsiya qilaman.